Angliyaning nopozluq axborot organi BBC kanali 2 fevral kuni Uyg'ur lager shohidi Tursunay Ziyovuddinning guvohligi asosida Uyg'ur ayollarining lagerlarda sistemalik bosqinchilik va jinsiy zo'ravonlikqa uchrayotganligi haqida maxsus xabar tarqatib, zo'r g'ulg'uli paydo qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu haqda maxsus bayonot e'lon qildi. Mazkur bayonotda bu qilmishlar cho'qim ig'ir jazoga tortilishi kerak deyildi. Bayonotda yana munula deyilgan: Sharqi Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa musulmon ayollarining jazo lagerlarida sistemalik bosqinchilik va jinsiy parakandichilikka uchrayotganligi haqidagi birinchi qo'l paketli xabarlar bizni qattiq bearam qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotida yana insonning vijdonini qattiq azoblaydigan bu vahshiyona qilmishlarning javobgarligi cho'qim surishda qilinishi kerak dedi. Finlandiya baş ministri Sanna Marin xanım Uyg'ur ayollarining lagerlarda sistemalik bosqinchilik va jinsiy xo'rlikka uchrayotganligini qattiq aybladi. U 3 fevral kundagi Twitter uchurida BBC'ning Uyg'ur ayollari haqidagi xabarini ishorat qilib mundaq yozgan: Xalqaro jamiyat Xitoy hukumatining kishilik huquqni dafsanda qilib, osonlik millatlarga qilayotgan bisimini ko'rmasga selib olmasligi kerak. Savdo va iqtisod bundaq vahshiylikni ko'rmasga selib uchun bahona bo'lmasligi kerak. Kishilik huquq cho'qim ikki taraflamilik va ko'p taraflamilik muzokaralarning eng markaziy nuqtasi bo'lishi kerak. U Twitter'dagi bu uchurini biz Uyg'urlar bilan bir sapda nomli hashtag orqali ham baharlagan. Xitoy yig'ilish lageridagi Uyg'ur ayollarini sistemalik bosqinchilik qilish va qiynash jinoyati bilan ayblagandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissaridan kelgan bir vakillar o'mikining bu rayonga qilgan ziyoratining ilgarigidan muhim bo'lib qolganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Anadolu agentligi muxbiri Xitoyning lagerlardagi Uyg'urlarga sistemalik bosqinchilik va qiynash jinoyati to'g'risida so'ragandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bayonotchisi mundaq dedi: BBC'dagi ayblashlarning mazmunini va doiralarning bu ayblashlarni rad qilishni o'ylashganda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissar o'tirg'i qo'ygan ziyorat talabi ilgirki har qanday vaqtdagidek muhim bo'lib qoldi. Tokioda o'tkazilgan yig'inda Tibet va Uyg'urlarni o'z ichiga olgan bir turkum Xitoyga qarshi faoliyatchilar 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini Xitoyning Sharqi Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq dafsandichiligi sababli boyqut qilinishini talab qildi. Yaponiya Tibet jamiyatining raisi Kalden Obara bayonotida mundaq dedi: Xalqaro olimpik komiteti qishliq va meyiblar olimpik tanarkat musobaqasini Beijingda o'tkazishni ahmoqlik bilan qaror qildi. Shunga ularning ovozini chiqarishning zarurligini his qildik. Chorshanba kuni 180 kishilik huquq jamiyati bilan birlikda bir qism hukumatlarga ochiq xat avatadiganligini bayon qilgan Obara, boyqut qilish Beijing hukumatining bu davlatdagi o'qituvchilarga qaratgan bisimi va kishilik huquq dafsandichilikka bo'lgan jasoratini sundirdi deb ko'rsatdi. Obara yana Amerikaning yangi prezidenti Joe Bidenni bu boyqutga qatnashishga taklif qilganligini aytdi. Amerika prezidenti Joe Biden Amerikaning Yamandagi urushda Saudiya Arabistonga qilayotgan harbiy yordamni to'xtatganligini uqtirdi. U prezident bo'lgandan keyin tunji ziyoratini Tashqi ishlar ministrligidan boshladi va bu yerda so'z qilib, diplomatiya qaytib keldi dedi. U Amerikaning dunyoviy saviyada diplomatiya qadamlarini ko'paytib, masalalarni hal qilishda diplomatiyaga ko'p tayinlanganligini, Tashqi ishlar ministri va xizmatdoshlariga ishonganligini aytdi. U Yaman vaziyatiga ko'ngil biladiganligini ta'kidlab, Saudiya Arabistonga qurol setib berishni to'xtatganligini bildirdi. Biden Saudiya Arabiston bilan Arab Birlashma Xalifaligining Eron tahdidiga qarshi qo'g'dinish ehtiyoji borligini tushundiganligini tilga olib, Saudiya Arabistonning zimin butunligini qo'llaydiganligini aytdi.